Siz hozir ham xamirni qo'l bilan yoymoqdamisiz? Bu vaqtingiz va kuchingizni olyaptimi? Yana bir tekisda kesishga ham qiynalyapsizmi? Xavotirlanmang. Bugun e'tiboringizga taqdim etadigan ushbu lag'mon chiqarish apparati sizning yuqoridagi muammolaringizni hal qilishga ko'maklashadi. Foydalanish qulay, ishlash surati tez, xamirni yoyib kesa oladi. Stolga qotirib bo'lgandan so'ng qo'lingiz bilan aylantirsangiz bo'lgani. Xamir qalinligini 9 xilda tanlash, shuningdek 2 xil kesib chiqarish mumkin. Turli xil lag'mon xamirini osongina tayyorlay olasiz. Vaqt va kuchingizni tejaydi. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, atiga 299 ming so'm evaziga ushbu lag'mon chiqarish apparatini xarid qilishingiz mumkin. Shoshmang. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 50 omadli xaridor yana bir qo'l blenderiga ega bo'lishi mumkin. Yuqori quvvatli motor o'rnatilgan bo'lib, turli xil yeguliklarni tez suratda maydalab beradi. Idishlarga solib foydalanish yana qulay bo'ladi. Hamyonbop narx. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering. Lag'mon chiqarish apparatiga zanglamaydigan po'lat material ishlatilgan bo'lib, undan xotirjam foydalana olasiz. Tozalash oson. Ehtiyojingizga ko'ra yoyilgan xamirda somsa, manti, chuchvara, lag'mon, norin kabi taomlarni osongina tayyorlay olasiz. Ko'p kishilik oilalarga yanada mos keladi. Bir martada ko'p miqdordagi xamirni tayyor qilib, vaqt va kuchingizni tejaydi. Ushbu blender esa sizga bolalarning qo'shimcha yeguligini, turli xil meva va sabzavotlarni osongina maydalab beradi. Tez va sekin 2 xil ishlash usuli mavjud bo'lib, yeguliklarning yumshoq qattiqligiga asosan mos keladigan tezlikni tanlab foydalanasiz. Atiga 299 ming so'm evaziga ushbu lag'mon chiqarish apparatini va qo'l blenderini xarid qilishingiz mumkin. Yanada hamyonbop narx, soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib buyurtma bering.